Assalomu alaykum. Ansor kanalini kuzatib boryapti turganingiz aka-ukalar, sog' salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Inshaalloh mana biz navbatdagi darvozamizni Xudo xohlasa chiroyli holatda olib kelib ustanovka qildik. Bu darvozamizni videomizni oxirigacha ko'rib borsangiz, qayerga olib kelib ustanovka qilganimizni sizlarga aytib o'tamiz. Narx-navolar haqida ham sizlarga ozgincha ma'lumot berib o'tamiz. Avvalambor kirib kelayotib turgan bu mohir Ramazon oyi barchamizga muborakli bo'lsin. Ramazon oyida xayr va barokatli ibodatlar qilishlik hammamizga nasib qilsin. Xo'p, bu darvozamiz qayerga olib kelib ustanovka qilganimizni aytadigan bo'lsak, bu darvozamizda Navoiy shahriga olib kelib ustanovka qildik. Hop, razmerlariga keladigan bo'lsak, razmerlari devordan devorgacha bo'lgan masofada eni 390, bo'yi 335 razmerda tayyor bo'lgan Dubay fasonda. Hop, 1 kvadratini 1350 mingdan tayyorlab berganmiz. Listlari 1.8lik Duvaynoy shum izolyatsiya bo'lgan. Ana zamonlari ham juda ham chiroyli holatda chiqqan, ko'rib baho berasizlar. Orqa holatini ko'rsatib qo'yamiz. Общий summasi 17,5 millionga kelishganmiz. Bu tomonlarga dastavkalari kelishilgan holatda bo'ladi. Ustanovkasi bepul, dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi. Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib qo'yasizlar. Xudo xohlasa yo'lga chiqib ketyapmiz qaytib safardan. Berkishlar bo'lmadimi, sheriklar? Zo'r. Juda qiynaldim. Yo'l azobi, go'r azobi degan yo'l azobi juda qiynadi. Xudo xohlasa xalq uchun xizmatdamiz.